Leksiyemizi zamanlaştırmıyoruz hürmetlik vatandaş. Amerika'da o'tir mezgillik saylamdan keyin yangi tashkillangan davlat majlisi Jungo qaratgan savdo urushini qo'llaydiganligini bildirdi. Mavzuli xabar 11 ayning 8 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika'da amdila oxirlashgan o'tir mezgillik saylamda Demokratlar partiyasi Avam palatasini tizginlash huquqini qo'lga keltirdi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Demokratlar partiyasi ko'pchilikni egallagan Avam palatasi savdo tijorat masalasida Jungoga texama qattiq yo'l tutdi. Haftaning 2 kuni oxirlashgan o'tir mezgillik saylamda Reuters agentligi mundaq ko'rsatdi. An'anaviy ishchilar soyuzida qo'llaydigan partiya guruhlar sifatida Amerikada Demokratlar partiyasi Prezident Trumpning Jungo qaratgan savdo siyosat maydonini qo'llaydi. Bu orqali Amerika ishchilarining manfaatini qo'g'dashni umid qiladi. Peterson xalqaro iqtisod tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Gary Hotbaber Reuters agentligi mundaq ko'rsatdi. U mundaq hisobladi. Bu qatimqi ko'k to'lqin, ya'ni Demokratlar partiyasi to'lqinining Jungo qaratgan pozitsiyasi o'xshashla Prezident Trumpning maydonida qattiq bo'ladi. Hatto Prezident Trumpning maydonida yana betar qattiq bo'ladi. Amerika korxonachilar tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Derek Sesores Reuters agentligiga mundaq ko'rsatdi. Agar Prezident Trump Jungo siyosatida zo'r o'zgarish hosil qilmaydi ekan, Avam palatasi Demokratlar partiyasi a'zolari prezidentni ayblaydi. Demak, hozir Cumhuriyetchilardan Demokratlar partiyasi aktiv Jungo qattiq qo'l siyosat qo'llanishda davom etadi. Demokratlar partiyasining raisi Nancy Pelosi xonim allabirun Prezident Trumpning boshqa siyosatni qo'llaydiganligini bildirgan. Pelosi xonim bu yil 3-oyda Jungoning tap tortmaydigan adolatsiz savdo siyosatiga qaratib, Amerika qattiq qo'l bo'lishi, adil va strategik harakat qo'llanishi lozim deb ko'rsatdi. Beijing chotni to'g'ri so'qdimi? Bu bir mavzuli xabar. Mavzuli xabar 11-oyning 7-kuni Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Hamma kishilar diqqat qilayotgan o'tir mezgillik saylam Amerikada oxirlashdi. Cumhuriyetchilar partiyasi Kengash palatasini saqlab qoldi. Amerikada o'tkazilgan o'tir mezgillik saylamning natijasi Amerika Jungo munosabatiga bo'libmi? Navbatga savdo urushiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Jungoning aloqador giz Yarshar vaqt gizi bundan keyin Prezident Trump zo'r siyosatlarni belgilaganda besish xarakterlik siyosat belgilishi qiyinga to'xtaydi deb ko'rsatdi. Yarshar vaqt giz Xitoyning hozir buni ko'rib xabar qilyapti degan gap. Xabar yozuvchi mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo munosabatining o'tir mezgillik saylam natijasining ta'siriga uchrashi yo'q deyardik. Chunki Jungoga qattiq qo'l muomala qilish jihatda Amerikada ikki partiyaning birlashishi yuqori darajalik mavzularning biridir. Demokratlar partiyasi o'tir mezgillik saylamda Prezident Trumpning savdo urushini tanqid qilmadi. Shunglashqa Avam palatasining tizginlash huquqini qo'ldan ketkazib qo'yish Prezident Trumpning Jungo siyosatiga bevosita ta'sir ko'rsatmaydi. Avval Amerika Jungo munosabatini davlat majlisida boshqara olmaydi. O'tir mezgillik saylamning natijasi Amerika Jungo munosabatiga va savdo talash tortishlarga bevosita ta'sir ko'rsatilmaydi. Ya'ni ayat nima deydi? Davlat majlisi Jungo siyosatini belgilamaydi deydi. Savdo talash tortishiga prezident bevosita ma'muriy buyruq bilan rahbarlik qiladi. Undan qolsa Demokratlar partiyasi tizginlagan Avam palatasining tashqi siyosati o'zgartirish niyatimi yo'q. Cumhuriyetchilar partiyasi texnik ittifoqlashadi. Avam palatasi tizginlagan huquqdan ayrilib qolgan Cumhuriyetchilar partiyasi texnik konservativ yuzlanadi.
Cumhuriyetçiler Partisi yuqori qatlamining rahbarligi ostida Prezident Tramp texmi yaqinlashib, qattiq siyosat ijro qilguvchi Prezident Trampning atrofiga uyushidi. Eng oxirgi nuqta va eng muhim nuqta bunda. Chunki zo'r umid bog'lagan Demokratlar partiyasi Amerika Jungo munosabatlariga zodi qandaq muomala qilish mumkin? Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.